Bu Gentra'ga Malibu 2 motor qo'yilgan ekan. Любой mashina bilan tashlashaman deyaptilar. Men ham Gentra'mga Malibu 2 motor qo'ymoqchiman. Xullas test drive'dan agar o'tsa, men ham qo'yaman. Qani sizlar bilan bitta test qilamiz. Burnout qilamizmi, yo'qmikan? Qani bismillah, ketdi. Wow! Ulug'bek aka, qarang, Malibu motorni qo'ysa, любой GM mashinasini uxlatadimi? Любойni emas-ku, lekin ancha-munchasini 12 stok holatdagi Malibularni urib tashlaydi. Xo'p, endi eng qiziq savol, aka. Общий menga necha pulga tushadi? Mana qarang, Malibu motor, tormozning sistemasi ham Malibu bo'lishi kerak. Oldi opornilari, korobkalari, polniy mana mashina stok holatda turibdi ko'radi. Motorni ashi olov qilish kerak, aka. Общий расходi 4,5-5000. 4,5 5000 na. Xullas, akalar, sizlar uchun tayyorlanayotgan mashinaga kirayotgan pulni eshityapsizlar. Motorni o'ziga bu. Yana bitta asosiy savol, aka, qancha vaqtda bitadi? Bitgandan keyin ishi chiqib, muammolari chiqib bergan odamimiz bir qarg'ab yurmasin-da, aka. Okay, inshaalloh yutib olgan odam, ya'ni mazza qilib, duo qilib haydaydi, aka. Deydigan sanasi 20 kun. Qancha kafolat berasiz, aka? Ishonch uchun 2 oy. Ishonch Atak, lekin muammo qilmaydi. 2 oy garantiya beraman. Gap yo'q, aka, sotildi. Xudo xolasa, akalar kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно bu mashinaga Malibu motor qo'yganimizdan keyin valvali moydan qo'yamiz. Promo kod esinglarda bu mashinani yutib olish uchun valvali moydan sotib olib, motoringizga shu moy qo'yayotgan paytinglarda bu yerda stikkeri bor. O'sha stikkerni o'chirsanglar nomer chiqadi. Nomerni promo kod orqali Telegram botdan, ya'ni Valvalin promo botga shunday tashlab yuborsanglar, xudo xolasa, mana shu mashinani yutib olishinglar mumkin bo'ladi inshaalloh. Bu moy yaqinda kirgan-ku. Yaxshi tanimasdim, lekin buni ma'lumotni o'qib chiqib, o'sha bildim, zo'r yo'q ekan. Biz ham bu yoqdan qo'yish boshlaymiz, aka. O'zbekiston bozorida 2 yildan beri bor уже. Inshaalloh просто brendi tanilmaganligi uchun o'zi amerikanskiy brend 20 yildan beri motor ustasilar akamiz o'zlari tavsiya qilyaptilar. Akalar bosamiz, aka siz bilan 20 kundan keyin ko'rishamiz. Salomat bo'ling.